Assalomu alaykum barchaga. Koreyadan alangali salomlar. Bizni kuzatib turgan aziz opa-singillarim, go'zallarim, bugun kosmetika do'koniga kelgandim. Sizlarga kerakli yuzimiz uchun yaxshi original kosmetikalarni obzorini qilib bermoqchiman. Ko'pchiligimiz yuzimiz uchun so'ragan Doktor Kuponi gidrofilli maslasi yuzimizni tozalashda, yuzimizdagi makiyajlarni, keyin qora nuqtachalarni yaxshi tozalab beradi, chuqur tozalaydi. Ko'pchiligimiz gidrofilli masla ishlatmaymiz. Gidrofilli maslani yaxshi tomoni yuzingizni, makiyajingizni chuqur tozalab beradi, yaxshi yumshatib beradi. Birinchi gidrofilli maslada yaxshi tozalab olsangiz, keyin ikkinchi etapida penka ishlataverasiz. Penkani o'zi yuzdagi makiyajlarni chuqur tozalab berishga kuchi yetmaydi. Shuning uchun albatta gidrofilli masla ishlatishimiz kerak. Bu Doktor Kuponi gidrofilli maslasi. Xo'p, yana Doktor Kuponi shunaqangi ampulalari bor. Ampulalari har xil turda, hammasini har xil yuzga tushadi. Ya'ni bunisi pantenolli, yuzi ta'sirchan, ko'p yuziga husnbuzarlar chiqadigan yuzlar uchun har kuni kundalik makiyajingizga, nima deydi, kundalik uxotlaringizga qo'shib ishlatasizda. Tonerdan kelgan. Ertamatdan kechqurun ishlatsangiz bo'ladi. Yana glutationli yuzdagi dog'larni oqartirib beradigan ampula. Yana bunisi quruq yuzlar uchun, yuzi qurib ketyapti turgan ajinlari bor yuzlarga ampula. Har kuni kundalik uxotlaringizga qo'shib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, keyin yuzimda dog'im bor degan opa-singillarimizga yuzdagi dog'larni ochartirib beradigan shunaqangi serumlarimiz bor. Bunisi kremi, dog'lar uchun qo'llaysiz, ham ajinlaringizni yumshatib beradi, ko'z atrofidagi qorayishlarni, dog'larni tiniqlashtirib beradi, yorqinlashtirib beradi. Bunisi ampulasi, birga qo'shib ishlatsangiz bo'ladi. Birin-ketim. Yana nimani aytmoqchi edim? Yana yuzdagi xiraliklarga, dog'larga vitamin C naborlarimiz bor. Mist yuz uchun hamda ko'z atrofidagi nima deydi, mana bu yuzdagi qorayishlarni oqartirib beradigan balimi, serum balimi hamda ampulasi ekan. Bunisi krem ekan. Birin-ketin nabor qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, alohida olib foydalansangiz ham bo'ladi. Yana hop, quruq yuzlarga foydalanishli shunaqangi kremlarimiz bor. Toneri, serum kremi bo'ladi. Keyin mana bu SPF kremimiz ham rosa yaxshi. Koreyada koreys ayollar ko'p ishlatadi. Bunisi mineralli SPF. Mana busi yuzga ton beradigan SPF. Yuzingizni yumshatib, yengil ton beradi teringizga. Quyoshdan yaxshi himoya qiladi.